Sahr bilan davleniyaga shu qo'y davo desam ishonasizmi? Jannatdan tushgan bu qo'y ming dardga davo bo'lar ekan. Video qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Qo'y boqish sunnat, qo'yda baraka bor deganlar bitta like bosib qo'ydi. To'liq ma'lumot video davomida. Statistik ma'lumotlarga qaraganda dunyoda har 5-odam sahr yoki davleniyadan aziyat chekyapti. Bu kasallik yosharib 40, 30 yoki 20 yoshli bolalarda ham o'lim holatlari kuzatilyapti. Qo'y boqishi bunga nima aloqasi bor deysizmi? Hozir men sizga isbotlab beraman. Qo'y boqqan odam unga yem beradi, egiladi, yuradi. Xullas qon tomirlari yumshab, davleniyasi barqaror bo'lib qoladi. Qo'y ovqat yeyotganini tomosha qilsangiz, stressdan chiqib xotirjam bo'lib qolasiz. Ertaga nima qilaman degan fikrlardan chalg'ib, butkul u fikrlarni unutib xotirjam bo'lasiz. Qo'pol qilib aytganda gipertoniya degan muammo umuman yo'q bo'ladi. Sahrga bo'lsa, har 10 ta odamdan bittasi sahr bo'layotgan bir paytda qo'y go'shtida temir B12 moddasi borligi sababli qo'y go'shti tavsiya etiladi. Faqat lahm joyini bug'da pishirib, bir haftada bir marta iste'mol qilasiz. Qo'y boqishni bilmayman-u deysizmi? Men o'zim sizga o'rgataman. Qo'yda baraka bor.